Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, mana biz yangi joyga keldik. Bu yerda vodiyda ashadiy baliqchilar juda yaxshi biladi. Bu juda nomi chiqqan Sarg'ijo'ga degan joy. Mana shovvasi ko'ryapsizlar. Tanishtirib o'taman. Lekin suv ozroq ekan, bo'laveradi. Nihoyatda keng chiroyli joylar mana. Ikkitadan qalmoq hisob qo'ydik. Xudo xolasa natija bo'lsa albatta ko'rsatamiz. Baliqda chiqayotgan momentini ham videoga olamiz xudo xolasa. Nihoyatda mana yaxshi joylar ko'ryapsizlar. Oldingi videoda ham baliq chiqmadiga ko'rdinglar. Endi hamma o'zi ekranchi to'rchilar yuribdi. Iloji bo'lmadi. Endi xudo xolasa bu yerda bir harakat qilib ko'ramiz inshaalloh. Mana dialog bilan bir tanishtirib o'taman sizlarni. Mana nihoyatda zo'r joylar mana. Bu yoqqa ketavergan mana. Bu yerda 15 kilo laqalar ham chiqqan, o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Bahodirjon degan baliqchi 15 kilo laqani o shovon taydan olgan. Nihoyatda yaxshi joylar. Endi rizqimiz qo'shilgan bo'lsa ushaymiz. Alloh hammaga omad bersin. Hamma tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Ikkitadan qalmoq, bittadan kuruchuk. Qoidaga amal qilamiz xudo xolasa. Go'zal manzara, shunga bir yana 1-2 minut video olib sizlarga bir tanishtirib qo'yay. Biroq uzoq emas, shu bo'zdan chiqiblar. Bo'zdan chiqiblar, ro'para kelasizlar mana. O, shovon tayda rohatda baliq yig'iladi sherlarga. Suv jini ozroq ekan. Suv nihoyatda beda ko'p bo'ladi. Taniqligi, issiq sovligi nihoyatda yaxshi. Mana ko'ryapsizlar, nihoyatda yaxshi joylar. Bismillahirrahmanirrahim. Tavakkaltu alalloh, la havla va la quwwata illa billah. Robbim Alloh, sendan o'zga iloh yo'q. Muhammad sening elchingdir. Ya Robbim Alloh. Rizqimiz qo'shilgan bo'lsa, inshaalloh Alloh barakasini bersin. Boshqa tashab ko'ramiz. Chekiyab chiqib qo'yapti. Ilonchuvonni yeb ketibdi. Ilonchuvonni yebdi ko'pida. Tavakkaltu alalloh, la havla va la quwwata illa billah. Ey Robbim Alloh, umidimiz senda. Ya Alloh. Yaxshi joyga tushdi xudo xolasa. Inshaalloh. Buni oqib ketibdi. Oqim kuchli qilyapti, endi boshqa ilojimiz yo'q. Boshqatdan otib ko'ramiz.
Kesibdi jimi. Tavakkaltu ala Allah. La havla va la quwwata illa billah. Bismillahir Allohu akbar. Ko'raylikchi, endi yoqotib ko'ramiz. Yoqotib ko'ramiz, shuna qilib. Iftorgacha vaqt o'tkazamizda. Pashay tozalab turish kerak. Qarab tekshirib turasiz. Tavakkaltu ala Allah. La havla va la quwwata illa billah. Hatto yerga ham tushyapti, mana charchabmiz. Şu yerga ham solib ko'raylikchi. Deb sayaz endi. Allohga tavakkal. Allohga tavakkal. Qashaylash beryapti, uni tozalab turish kerak. Tozalamasak bo'lmaydi. Ora yoqda, beska bu yoqda. Ya Rabbim Allah.
Tavakkaltu alalloh. La havla va la quwwata illa billah. Bismillahirrohmanirrohim. Akbar. Joy yaxshi, suv yaxshi, havo yaxshi. Endi nimagadir hech kimda omad kelmayapti. Shunaqa gaplar. Va ko'ryapsizlar, endi shokoladli yem qo'yapman mana, shokoladli. Ko'ramiz endi. Bir 10 xil yem bor. Lekin tortmayapti nimagadir. Suv yaxshi, havo yaxshi. Bundan oshiq bo'lmaydi, lekin nimagadir natija yo'q. Mana ham shokoladni qo'yib ko'raychi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar. Tushgan joyi ham yaxshi. Bitta menda emas, mashina bir 5-6 kishi o'tiribdi. Hech kimda natija yo'q mana. Mana qator 5-6 kishi o'tiribdi, ko'ryapsizlar. Nari betlarda ham bormi? Hech kimda natija yo'q. Endi Alloh bilguvchiroqdir. Sabr qilamiz. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa xafa bo'lish yo'q. Mashayn tozalab qo'ymasak. Havo zo'r. Suv yaxshi, sovuq emas. Bilmadim men bundan oshiq dedi to'kchilar menimcha yo'q. Nimagadir natija yo'q. Magnitni bir narsa deyishadi, men u gaplarga uncha ishonmayman. Magnitni bo'rya deydi. Endi bir kun magnit desak, ertasiga suv oz desak, endi qachon baliq tutamiz? Hiç yok, karası ilaşardı. Karası ham ilashmayapti. Bitta sherigimiz o tepada o'tiribdi, qochirib yubordim bitta deyapti, bilmadim endi. Hiç yok, tortib tursa zerikmaydi. Tortmasa endi hech. Tortmasa zerikib ketasiz-da. Endi shikoyat qilish fikrim yo'q, endi sizlarga o'zimni fikrlarimni endi aytyapman-da. Endi rizq berguvchi Alloh. Razzoq, xolasa beradi, xolamasa bermaydi. Ey Robbim Alloh, sendan o'zga iloh yo'q. Buni ham bir otib ko'ramiz. Yana bir soat o'tiraylik, ketamiz deyapti sheriklar. Chunki tortmayapti, hamma zerikdi. Tavakkaltu alalloh. La havla va la quwwata illa billah. Ya Robbim Alloh. Tushgan joyi ham yaxshi, chuqurligi 1 metr bor. Hech yo'q, karas bo'lish kerak-da. Hech yo'q, karas bo'lish kerak mana. Mayli, ko'p shikoyat qilavermay. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana unga mana hashaylashibdi. Buni ham tozalashim kerak. Baliq ovi shunaqa bir marta bo'ladi. Birida bo'ladi, birida bo'lmaydi. Hashaylashadi, boshqa. Endi sabr qilinadi. Mana hashay. Buni tozalamasangiz bo'lmaydi. Yem yaxshi mana makkali, ko'ryapsizlar. Bunaqa yemga jon deb ilashish kerak, nimagadir ilashmayapti. Bu yerlarga anchadan beri kelmay qo'yuvdik. Hozir Zakanga boruvdik. Bo'lmadi, bu yoqqa keldik. Hozir qayerga borishga ham o'sha o'ylanib qolyapmiz. Zakanlarda suv oz, to'rchilar yuribdi. Hammada ekran. Oqar suvda ahvoli mana ko'ryapsizlar. Daryoga hali jinda yetdi deb o'ylayman. Daryo suvi hali sovuqroqda.
Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. Tavakkaltu alalloh. La havla va la quvvata illa billah. Ya Rabbim Allah. Mana ko'rdinglar. Qalmam ketkisi ham kelmayapti. Yemam nimagadir sekin eriyapti-da. Sal tezroq erisa yaxshi edi. Qattiq bo'lib ketib shekilli. Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. Ya Rabbim Allah. Yaxshi ketdi, xamiri tushib ketdi-da, yetib olmay. Xamiri chiqib ketsa, ilmog'i ilashib qolishi mumkin. Hali ko'ramiz endi, Allohga tavakkal.